Rasululloh alayhisalom qo'shnilarga ihson qilish bobida aytarkanlar, "Man kana yu'minu billahi val yawmil akhir falyukrim jarahu" dedilar. Kimki Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, u qo'shnisiga yaxshi muomalada bo'lsin dedilar. Mazhab boshimiz Imom Azam rahmatullohi alayhining qo'shnilari bo'lgan ekanlar. Bu qo'shnisi har kuni mast holatda kelib haqorat qilar ekan, baqirar ekan, menga hech kim qadrimga yetmayapti deb gaplar gapirar ekan. Xullas har kuni g'alva qilar ekan. Bir kuni Imom Azam rahmatullohi uyga kelsa, tinch bo'lib qopti. Uydagilardan bu qo'shnimiz nega tinch desa, uni bir odamdan qarzi bor edi ekan, uni mahkamaga olib ketib qolishdi debdilar. Imom Azam rahmatullohi alayhi hali odamni orqasidan izlab borib, mahkamaga borib, qancha qarzi bor ekan deb qarzini to'lab, uni ozod qilib chiqqan ekan. Shunda u qo'shni hayron bo'lib, "Men sizga shuncha yomonlik qilaman" deganda, "Sen meni qo'shnimsan, seni menda qo'shnilik haqqing bor." Ana bundan keyin u odam to'g'ri yo'lga kirib, hidoyat topib, yaxshi insonga aylangan ekanlar. Biz ham qo'shnilarimiz kim bo'lishidan qat'iy nazar chiroyli muomala qilishimiz kerak. Mana shu narsani bugun biz Ramazonda o'rganishimiz kerak aslida. Biz shunday bo'lib qolganmizki, hamma boshqani ibodati va boshqani hayotini hisob-kitob qiladi. O'zimiznikini qilmaymiz. Nima ish qilyapmiz, nima qildik, mana kech kirdi, bugun nima xayrli ishlar qildik, nima savob ish qildik, kimi diliga ozor berib qo'ydik, nima xato qildik, hech narsani hisob qilmaymizda, doim o'tirib boshqalarni hisob-kitob qilamiz. U bunday qildi, eshitdingizmi, falonchi bunday bo'pti, eshitdingizmi, falonchi bundoq qilibdi. Bizga nima manfaat bor bundan? Nima manfaat borki bitta odamning gunohini, bitta odamning xatosini gapirishlikdan? Bir insonda xatosi bo'lsa, kamchiligi bo'lsa, agar Alloh uni berkitib turgan bo'lsa, siz ochmang azizim. Hamma o'zi bilan mashg'ul bo'lish kerak. Siz bilmaysizki, u siz gumon qilayotgan odam balkim sizdan ko'ra ko'proq yaxshi savob amallarni qilayotgandir. Hech kim bilmaydi. Qaysinimiz Alloh taologa maqbul amal qilyapmiz, qaysinimizni amalimiz qabul bo'lyapti, Allohning o'zi biladi. Shuning uchun bu Ramazon tarbiya oyi bo'lganligi uchun biz o'zimizni bir tarbiya qilib, muomala madaniyatimiz, qo'ni-qo'shni bilan, jamiyat bilan bo'ladigan muomalalarimiz va eng asosiy o'zimizni xulqimizni, odobimizni to'g'rilab olishimiz kerak. Imkoniyatdan foydalanib, tavba qilib, tazarru qilib, Allohga iltijo qilib, gunohlardan forig' bo'lib olishlikni so'rab qolishimiz kerak.